Assalomu alaykum. Bugun Tennessee shaharchasida Reading festivali bo'layotgan ekan. Har yili bizda mana shu Reading o'qish festivali bo'ladi va bolajonlar maza qilib bu yerga tashrif buyurib dam olishadi. Men ham sizni bugun taklif qilmoqchiman. Qani ketdik unda. Tennesseeda bizning shtatda kitob o'qishga juda katta e'tibor beriladi. Hamma yoqda kutubxonalar o'sha ommaga public kutubxona deyiladi. Siz bemalol kitob olishingiz mumkin va kitoblar juda ham arzon. 50 sent, $2, $1 narxlarda taqdim etiladi va siz bemalol kitob olib bolalaringizga kitob o'qitishingiz mumkin. Bizda bu yerda har xil mashg'ulotlar kutgan edi. Bolajonlar har xil o'yinlar o'ynashdi, sovg'alar olishdi, o'quv qurollari, kitoblar va kerakli anjomlar edi. Sirkdan alohida guruh taklif etilgan edi va bolajonlarni har xil mashg'ulotlar qilishga yordam berishdi, ularni o'rgatishdi va ular qiziqqan barcha sirk anjomlarida ko'nikmalar berildi. Qanday qilib ularni ishlatishni, qanday qilib ulardan foydalanishdi. Masalan, bir oyoqli velik deysizmi yoki taxtachalar deysizmi, ularga chiqib ustida yurishni va shunga o'xshash mashg'ulotlar bajarildi. Kichkintoylar uchun 1, 2, 3 yoshli bolajonlar uchun alohida burchak tashkil qilingan edi. Favvoralar, ularda cho'milish yoki boshqa bo'lgan mashg'ulotlar qiziqarli bo'ldi va ular o'ynab maza qilishdi. Mana bu burchakda qayiqni qanday qilib boshqarish, uni shamol yo'nalishini to'g'ri burishni o'rgatishdi. Bu yerda esa bolalar o'zini kattalardek his qilishdi, chunki ular ovoz berishni va qanday qilib kattalar ovoz berishni o'rganishdi. Bu kichkintoy kuchukchalar edi va bizning barcha e'tiborimizni o'zlariga jalb qilishdi. Juda ham quvnoq, juda ham shirin ekan. Bolajonlar o'ynab maza qilib, ularni ushlab ko'rishdi ham. Amerikaliklar tilida aytganda it's so cute deyishadi. Mana alohida e'tiborimni tortgan narsa bu ilmiy burchak bo'ldi. Bu yerda bolalar o'zini katta olimlardek his qilib, ularni ilmiy tadqiqotlar o'tkazishga yordam berishdi va ular maza qilib har xil ilmiy ishlar qilishdi. Bu yerda esa bolalar o'zini san'at asarlari bilan xursand bo'lishdi va xursand qilishdi. Har xil sumkalar yaratishdi va mana bunaqa boshlarida qo'yilgan shapkalarga gullar yopishtirib, chiroyli qilib yasashni o'rganishdi. Keyingi qilgan ishimiz muzqaymoq olish bo'ldi. To'g'riroq qilib aytganda bu muzqaymoq emas, muz ustiga solingan shirin sharbat edi. Oddiygina muz bir donasi $10 bo'lib, 5 ta dona olganimizda $55 bo'ldi. Albatta Amerika soliqlari qo'shilganda, shunga qaramay shunaqa uzun navbatda turdik. Bu juda kulgili, to'g'rimi?